Barselonani men hozir emas, oldingi tarixini ham solishtiradigan bo'lsak, bu Barselona sha'niga yomon gap emas. Uslub shunaqaki, o'zidan kelib chiqib o'ynaverganiga boru. Siz biron bir payti Barselona o'zidan kuchli jamoadan uchib ketganini ko'rganmisiz? Men Real Bavariyadan uchib ketdi. Hozir Real aytadi, bunday chiqib turib Bavariyadan ketdik deydi. Bavariya eng zo'r payti kimga ketdi? 9 yildagi eng zo'r dedi. Qani nima edi? Treble qilgan Bavariyadan ham zo'r edik. Chunki unda yarim mavsum zo'r o'ynadik. Hozir butun mavsum tekis o'ynadik dedi Kimmi. Shu Bavariya bilan o'ynab, tengma-teng o'ynab deyarli chiqib ketdi. Real La Liga uchun emas, Chempionlar Ligasi uchun gapira oladi, bahonasi bor-da. O'tgan yili kimdan chiqib ketgan? Arsenaldan chiqib ketgan. Arsenal o'zi pishib kelgan edi va PSJni deyarli o'yinda yutib turib, tushib qolib ketgan. Finalga chiqsa, balki yutishi mumkin edi Inter hamda. Lekin Barsa chiqib ketgan jamoalarga qarasangiz, hayron bo'lasiz. Atletico bu yil, o'tgan yil Inter, yana ko'p eslab ketavering, Roma, Liverpool o'sha payti. Liverpool mayli salani qarodir. Benficalar qaysidir ko'p hozir juda ko'p chiqib ketib qo'ygan-ku. Hatto Eintrachtlardan yutqizganda. Eintracht chiqarib yuborgan. Undan oldin Benfica, Bavariya yirik hisobda. Bitta Bavariya yutgan, yirik hisob yutgan. Ya'ni pandemiya payti. 8 o'tgan. U pandemiya paytida edi, hali bitta o'yin edi. Qolgan ikkitalik o'yinlarda nega shunaqa ekan deb o'ylayman, nima? Ne o'zidan kuchsiz jamoadan chiqadi desa, Barselona o'zi tegidan birovga moslashadigan jamoa emas-da. Bunga moslashadi va bu Chempionlar Ligasida bitta bo'lsa ham play-offda bo'ladi. Qaysidir bosqichda bo'ladi. Va o'sha bosqich uning uchun tugaydi-da, tushunasizmi? La Ligada bittasi qilishi mumkin. Bu yil ham La Ligada 2-3 ta komanda zo'r yutdi. Sevilla to'g'ri bir yutdi Barselona. Shunaqa qopqon qilib boshqa nima bitta o'yin yutdi. Ya'ni yetadi. Qolgan o'yinlarda yig'gan ochko'sini hisobiga yutadi. Shuning uchun tanqid qilindi. Chempionlar Ligasini olmoqchi bo'lsa, sal boshqacharoq yurish kerak. Mana hozir PSG bilan Arsenal keldi. Himoyasi ham bor jamoa edi, to'g'rimi? Nisbatan himoyaga balanslashgan jamoalar yetib keldi. Buni ta'kidlab kelishdi shu paytgacha. Flick endi ko'nmaydi. Flickda boshqa variant yo'q. Flick o'shaning uchun zo'rroq himoyachilar, mana hozir 3 dan 4 ta zo'r futbolchi olib bersa Barselona. Liniyalarni ham zo'r ishlaydi. Shu uslubi bilan ham bir balo qilib qaysidir yil yutib berishi mumkin. Hozir oxirgi marta Chempionlar Ligasini olganiga 15 yil bo'ldimi? 11 yil. 11 yil bo'ldimi? 15 da o'sha. 15 edi. Ha, Luis Enrique yutgan yil 2015 yil, 11 yil bo'ldi. Endi Barselonada katta bir Atleticodan 3 marta chiqib ketgan. Sog' odam ish emas-da bu bobi. Real 3 marta yutgan Atletico. Hozir ham chiqib qo'ydi, hozir yutardi. Sog' odam ish emas-da rostdan. Yo, alam hammasida aniq Barselona kuchli bo'lgan. Aniq, mana hozir ko'rmasdan ham ko'z yumban metasida. Chunki tarkibida o'sha Messilarda ham, kecha hamda endi. Sur'atlarga yutqizdi-da. Yo'q, shundan zo'r ekan ko'rdik. Shuning uchun bu yerda gap uslubda.